kartoshka pyuresidan xamir qilib, shunaqa sirlari cho'zilib, ishtahani ochib yuboradigan taom tayyorlaymiz. Qaynatilgan kartoshkani pyure qilib olib, bir osh qoshiq durosha, tuz va tabga ko'ra ziravor va ko'katlar solib, ikkita tuxum solib aralashtirib, keragicha un solib, xamir qorib, 100 gram yumshatilgan sariyog' solib, xamirimizni keltirib olamiz. Issiqroq joyga oshirishga qo'yib qo'yamiz. İçiga solish uchun piyoz va qiymani qovurib, tuz va ziravorlar, ozgincha suv solib dimlab qo'yamiz. Oshgan xamirdan zuvolachalar yasab olib, ozgina tindirib, yoyib olib, ichiga pishgan qiymamizni, qirg'ichdan o'tgan sirlarni solib, shu ko'rinishda tugib olamiz. Tovada past olovda yog'ni qizartirib, dimlab pishirib olamiz. Bolajonlarim, video yoqqan bo'lsa bitta yurakcha bosib qo'yinglar. Shirin so'zlaringlarni ham sog'indim. Bay, yumshoqqina, biram yoqimli, juda mazali.